Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugun bir kishi televizor kanali o'chib ketgandi. Kanalni terib bering, bosib tashlagan ekan deb aytishdi. Shunga keldim va sizlar bilan e, uy sharoitida bemalol ustani chaqirmasdan e, televizorning kanalini terishni o'rgataman. Mustaqil o'rganamiz. Va video foydali bo'lsa bitta like bosib kanalga obuna bo'lib keting va bundan keyin ham foydali videolar chiqishi uchun bizni kuzatib boring. Televizorda yoqib olamiz. Antenna birinchi navbatda antenna ulanganmi ulanmaganmi shuni tekshiring. Va hozir ko'ramiz, antenna ulangan haqiqatan ham. Hozir televizor yoqqaningizdan keyin asosiy televizor qanday holatda, o'shaning uchun buni USB formatga tushirib tashlabdi. O'shaning uchun bizga DTB kerak. DTB ga qo'yishimiz uchun mana knopkani bosamiz. Mana shu knopkani bosasiz. Bosganingizdan keyin bizga DTB kerak. Kanal terishimiz uchun DTB ga qo'yamiz. Va DTB ga qo'ydik. Endi menuni bosamiz. Avtopust bor. Endi bu o'zbek tilida, shuning uchun mana DTB qo'lda so'zlash bor. Shunga kiramiz. Qo'l chiqib ketdi. Va bizda 21 da oladi. Sizlarda hamma yerda har xil oladi. Shuning uchun bizda 21 ga qo'yib olamiz. Shu yerga diqqat bilan e'tibor beringizlar. Masalan, antenna signal bo'lsa, signal chiqadi. Mana signal chiqqandan keyin yashil chiqdi. Yashil chiqdi. Sizda shu narsa chiqmasa, antenna hammasi ulangan bo'lsa, chiqmasa, siz antennani yaxshilab ulab, antennani voy qimirlatib, antenna chiqqandan keyin tersangiz bo'ladi. Va OKni bosamiz. Mana televizorning kanalini terib oldik. Mana shunday qilib terishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib ketamiz va kanalga obuna bo'lib qo'yamiz.